Reduktor Zatneva mosta. Bu mexanizm orqasi yetaklovchi, ya'ni orqasi tortuvchi mashinalarga qo'yiladi. Bu videoda bu mexanizmni qanday ishlashini ko'rishingiz mumkin. Avtomobil o'ngga burilganda uning ichki g'ildiragi bilan yo'l orasidagi ishqalanish katta bo'lgani sababli tashqi g'ildirakka nisbatan kam yo'l bosib o'tadi. G'ildiraklararo simmetrik differensial buruvchi momentni yetakchi g'ildiraklarga teng taqsimlab beradi. Lekin bunday taqsimlash avtomobilning dinamik sifati va o'tuvchanligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, yetakchi g'ildiraklarning bittasi sirg'anadigan yo'l shoxobchasiga tushib qoldi. Ikkinchi g'ildirak sirti qattiq yo'l shoxobchasiga tushib qoldi desak, g'ildiraklardagi buruvchi momentlar bir xil bo'ladi. Natijada g'ildiraklardagi buruvchi momentlarning yig'indisi yo'l qarshiligini yenga olmasdan avtomobil o'z o'rnidan jilmaydi. Bu holda standart differensial kuchning katta qismini silliq yuzadagi g'ildirakka o'tkazadi. Shuning uchun mashina o'z joyidan harakatlana olmaydi.